Akalar hormanglar. Assalomu alaykum. Sog'ligingizni charchamayapsizmi? Bardammisiz? Ro'za ayyomlar bilan. Rahmat. Aka bizlar sport klubdan mana bugun yaxshilik ulashayotgan kunimiz ro'za ayyomlari va obodonlashtirishga mana ro'za oyiga qarab mana toza bo'lib poklanib tozalik qilib yuribsiz. Buning uchun sizlarga, tashkilot rahbarlaringizga katta rahmat. Mana shuni sizlarga biz ulashgani keldik akalar. Bo'lishib olasizlar. Ro'zada shu tozalanib pok bo'lib keyin yursangiz bir xalqimizga, o'zimizga bir duo qilsangiz. Doda bitta duo bering bizlarga. Topganlarga tanlaringiz sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin. Doim mana sog' elar duosingizlar ilohim. Rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Alaykum. Doda yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Amaki yaxshimisiz? Bizlar sport klubidanmiz. Mana shu obodonlashtirishga olib borayotgan, tozalash ishlari olib borayotgan sizlar mehnatkashlarga ro'za Ramazon oyida biz sovg'alar ulashyapmiz. Bemalol bo'lishib olasiz. Qandoningiz sog' bo'lsin. Sizga katta rahmat. Mana ro'za ayyomlari uchun tozalik olib boryapsiz. Bitta davlatimiz rahbarining nomiga, o'zimizning nomimizga bitta duo bersangiz. Topganlarga baraka bersin. Ishlarni rivojini bersin. Oyini oldirmaylar, tutib tutmaydi. Kattakon rahmat. Xizmatlaringizga rozi bo'lasizlar. Rahmat sizlarga. Xo'p.